Mana buni to'g'riladinglarmi? Ozgina ishi bor. Ha, yaxshi. Ana uni to'g'rilab qo'y. Xo'p, Aziz aka. Azizjon, bir minutga. Hozir. Assalomu alaykum Mahmud aka. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Tinchlik. Hozir O'zbek teatr birlashmasidan kelyapman. Bugun Farg'onaga borib yangi spektaklni qabul qilish kerak ekan. Sizni mutaxassislar sostavida jo'natyapman. Qachon? Hozir soat 11 da jo'naysizlar. Ha, buncha shoshilinch. O'zi ham hozirgina ma'lum bo'ldi. Siz tayyorlanavering. Ha, soat ham 10 bo'ldi. Uyga borib kelishga baribir ulgurmas ekanman. Azizjon. Ertaga kechqurun qaytasizlar. Balki bugun kechqurun ham kelishinglar mumkin. Uydagilarga telefon qilib xabar berib qo'ying. Azizjon, Farg'ona nima? Mana bir qadam yo'l, dunyo narigi chekkasi emas-ku. Xo'p, Mahmud aka, xo'p bo'ladi. Bo'pti, tayyorlanavering. Xo'p. Xo'sh. Ha. Hozir. Hozir rejissyorga o'zi topshirishimiz kerak tezroq. Nega ana qilasan? Farzand topsang. Labay aka. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Shu bugun Farg'onaga ketadigan bo'lib qoldim. Iloji bo'lsa bugun kechqurun yo ertaga qaytib kelaman. Namuncha shoshilinch? O'zim ham hozir bildim. Ha, mayli, yaxshi borib keling. O'zingiz ehtiyot qiling-a? Xo'p, mayli. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p, mayli. Mahliyoxon, mana buni premyerkaga tayyorlab bering, xo'pmi? Mana bu yog'ini. Tushunmaganingizni so'rang, xo'p? Xo'p. Xo'sh, Mahliyoxon. Ana, eplasa bo'larkan-ku. Ha. Astodil yig'lasang, so'qir ko'zdan ham yosh chiqadi deyshadi. Rahmat yangajon, siz bo'lmaganingizda hech narsani eplay olmasdim. Hech qachon singlim, oson yo'l bilan pul topishni havas qilmang. San'atkor bo'lish eng katta orzuyim yanga. Yoshida hamma ham orzu qilaveradi. Kimdir san'atkor bo'lishni istaydi, kimdir doktor bo'lishni, yana kimdir uchuvchi bo'lishni. Lekin hamma kasbda ham Xudo yuqtirgan qobiliyat bo'lmasa qiyin bo'ladi. To'g'ri. Siz tikish sirlarini astoydil o'rganavering. Yaxshi tikuvchi bo'lish bu ham bir san'at. Rahmat yangajon. Sizlarga ishonib shaharga keldim. Ilohim siz kabi bag'ri keng insonlar ko'paysin. Rahmat singlim. Rahmat. Shaharda yangi restoran ochilibdi. Qaysi pulimizga boramiz? Yonimda ortiqcha pul yo'q. Menda pul bor. Ko'k narsa buyurmaymiz. Ko'kat-po'katli olamiz, arzonga tushadi. Ketdingmi? Juda ham pakazuxani yaxshi ko'rasan-dek Gulnoz. Qo'ysingchi. Hormanglar qizlar. Assalomu alaykum. Dilbarxon, kecha olgan buyurtmamizni boshladinglarmi? Ha, Mohira opa, boshladik. Barakalla. Charchamayapsanmi, Madina? Rahmat. Yo. To'xta. Qo'l ichida ish qilishga odatlanma. Qo'l ichida ish qilgan odamning kosasi oqarmaydi. Mana bu yerlarni boshqatdan tik, xo'pmi? Barakalla. Men birorta ishni aytganimdan ham ziyodroq qilib bajarishga odatlaninglar, xo'pmi? Xo'p, ustoz, hali sizdan ham o'tib ketamiz. Iloyim aytganing kelsin. Bir kun kelib shu qizlar meni qo'limda usta bo'lishgan deb faxrlanib yuray. Shinamgina joy ekan. Yomonmas ekan. Salim suyganim kunlar aslama. Senga ko'ngil qo'yganim kunlar aslama. Turna qator xushtorlaring ko'pligidan rashq o'tida kuyganim kunlar aslama. Ey go'zalim suyganim kunlar aslama. Senga ko'ngil qo'yganim kunlar aslama. Ira, stolingga xizmat qilmasdan nima qilib yetib turibsan?
Shu qizlarga o'zing xizmat qilib qo'ya qol. Yo, shef urishadi. Yo'q demagin, iltimos. Tanish qizlarning oldida sharmanda qilma. Ha, bo'pti. Lekin menga gap tekisang, keyingi safar kelisha olmaymiz o'rtoq. Tushundingmi? Bo'pti, bera qol. Mayli. Nima berasizlar? Joy kelishingiz qiyin bo'lib ketdi. Kechirasizlar. Agar shunaqa kech qoladigan bo'lsangiz, boshqa umuman kelmaymiz. Yana bir bor uzr. Nima buyurasizlar? Sen nima yeysan? Ko'katli salat, keyin sutli kofe. Oxirgi paytda yomon semirib ketdim. Diyeta qilmasam bo'lmaydi. Siz nima buyurasiz? Ko'kat salat, olmali sok. Lekin salat bilan sok yoki kofe qanday ketarkin qizlar? Aytganimizni qiling. Ixtiyoringiz. Qorningiz og'rib qolmasin deb xotirlanyapman. Menga qarang. Restoranga birinchi marta kelishimiz emas. Aytganini qilsangiz-chi? Hozir shularni olib kelib turing. Keyin yana o'ylashib ko'ramiz. Xo'p. Ofitsiant, Labbay. hisob kitob qo'ying. Bizni chaqirib qolishdi. Taomlar buyurishga ham ulgura olmadik. Hech qisi yo'q, keyin safar. Sizlardan 9900 so'm. Voy, muncha qimmat. Taomlarimiz mazali va shirin bo'lishi uchun bozordan eng sara va sifatli mahsulotlarni xarid qilamiz. Shuning uchun narxlarimiz boshqa restoranlardan biroz balandroq. Mijozlarimiz ham uni ustiga nozik tab mijozlar. Qaytadan hisoblab beringchi. Ustiga yana o'zingizni qo'shib yuborgan bo'lmay ish qilib. Menda unaqa odat yo'q, yaxshi qiz. Keyin siz somsaxonada o'tirganingiz yo'q. Buni otini restoran deyishadi. Mana oling, qaytimi kerak emas. Rahmat. Menga ham kerak emas. Bir g'arib oshiqman. Zuhra bo'lsang tohiringman. Bir g'arib oshiqman. Aytgin kimni izlaysan? Ovqat bormi? Bor. Dugonam bilan restoranda ko'kat yeb ichim shilinib ketdi. Restoranda qari ko'kat dedinglarmi? Echki bo'lib ketinglar-ey. Kulma. Oyi, qachon dadam keladilar? Voy, hali bir kun ham o'tmasdan dadang sog'inib qoldingmi? Ha. Dadang menga telefon qildilar. Xudo xohlasa, ertaga qaytarkanlar. Aldamayapsizmi? Yo'q. Urre! Ertaga dadam kelar ekanlar, urre! Voy, jim. Hozir Ashraf xolang yugurib chiqadi. Quloqsiz.
Assalomu alaykum Ashraf opa. Xafa bo'lmang, men hozir urishib turuvdim. Yugurmagin deb. Boshqa yugurmaydi. Yo'q, uni urishma, ona urishma. Qizim, ko'p kuchdan ishlar berdi. Buni Husanga olib chiqdim. Ol. Voy. Rahmat. Voy, ovora bo'libsiz-da, Ashraf opa. Yuring, uyga kiraylik. Er kishi oldinda ko'p siylov yaxshi tugul. Voy, ular uyda yo'qlar. Safarga ketganlar. Bugun kelmaydilar, o'zimiz o'tiribmiz. Yuring. Keling, kiring opajon, kiravering. Yari. Assalomu alaykum. Isamisan? Keling, Ashraf xola. Isamisan? Yaxshi keldingizmi? O'tiring. Yari. Ey Alloh. Voy opajon, ovora bo'lib shularni bizga olib chiqib nima qilardingiz? O'zingiz yesangiz bo'lmaydimi, Ashraf opa? Bir o'zim narsagina oshimingda. Menga bir tomchi suv, bir kesak ipik bo'lsa bo'lar. Qaysi vaqtda shulda o'tmay, men o'g'llarimni, unuklarimni sog'inam. Menga ko'p kuchtanashlar olib kelalarda. Shul bilan meni quvontirdi deb o'ylaylar. Ish osharda, ichidagina emas. Men ularni bek sog'inam. Xafa bo'lmang, Ashraf opa. Xudo insof bersa, kelib qolishar. Yari. Albattagina qizig'iz bor. Meni ko'rganda esanlashar, matur kiyinarlar. Qizingiz bir shirin ovqat qilibdi. Yesangiz mazasi og'zingizda qoladi. Yarim kosagina olib kelsinmi? Voy, oshasim kelmay. Qizingizni qo'lidan-chi? Agarda charoz qizim pishirgan bo'lsa, oyista yemali. Ovqatingni olib kelaver, qizim. Oling, osh bo'lsin. Oling. Assalomu alaykum. Kelinglar bola. Ishamisan? Rahmat. Ishamisan? Assalomu alaykum. Qo'rqma o'g'lim. Ashraf xolang seni urushgan chiqmabdilar. Shirinliklar olib chiqibdilar. Qayim kelmanda, kel. Mator malayim meni. Olinglar, ovqatga qaranglar, sovumasin. O'zing ham o'tir, qizim. Alg'izingda. Alg'iz. Bismillahirrohmanirrohim. Ovqatingiz shirin chiqibdi, opa. Rahmat. Qonaqlar keldi hali. Chiqib qarachi, qizim. Kim kelibdi? Ovqatga qaranglar, sovumasin. Oling xolasi. Ol, ovqatingni ich. Ol Husanjon. Charoz, parfyumeriyalarni zo'rini olib kelganman. Mana bu duxini sepsang. Mana, ko'rgin, institutdagi yigitlar bir hafta oldindan keta olmay qoladi. Ko'rgin. Pomadalarni ham zo'ri bor. Mana. Pomadani ko'rgin. Ushab turing. Chiroyli ekan. Qancha turadi? Sen uchun 12 ming so'mga beraman. Voy, nimasiga? Narxi osmonda ekan u. Voy, Charoz. Bu pomadani surib bemalol ovqat yesang bo'ladi. Yo'qolib ketmaydi. Rangi 3 kungacha o'chmaydi. Yo'q-e. Tabiiyni muloyim qilib, chehrangni ochadi. Shu pomadani surishing bilan uyingga sovchilar bostirib kelmasa, pasportni stolga borib, o'g'il hayotimni o'zgartirib kelaman. Mana, meni aytdi deysan. Qo'ysiz-chi shunaqa gaplaringizni. Oyimdan so'rab chiqing. Rozi bo'lsalar olaman. Menga qara, Charoz. Nima qilasan oyingni aralashtirib? Oying juda ham pishiq ayol. Aytsang olib bermaydilar. Qo'shni bo'lganing uchun senga 10 mingga beraman. Ma. Mayli, stipendiyamni kutasiz. O'zim olaman. Faqat 1-2 kun sabr qilasiz. Juda ham pishiqsan-da, Charoz. Mayli, ola qol. Faqat bitta shartim bor. Kursdoshlaringga ko'rsatasan, obdon maqtiysan. Agar mijoz topsang, kelasi safar senga yarim bahosiga beraman. Kelishdikmi? Xo'p, ko'rsataman. Faqat stipendiyani olishing bilan menga qo'ng'iroq qilgin, xo'pmi? Xo'p. Mayli, Charoz, yana parfumeriyalar bo'lsa, yangi narsalar kelsa olib chiqaman. Kursdoshlaringga ham aytgin. Buni yashirib qo'y. Bo'pti. Xo'p. Kim ekan, qizim?
O'g'li opa. Pomada duhi sotib yuribdilar. Kerak emas dedim. Yaxshi qilibsan. Ovqatingni ich. Voy, Allohdan narsalar sotib janga tegdi. Kunda eshik taqillata. Miskina eri yo'q, bolalari yo'q, umri yolg'iz o'tib yotdi. Ay, baxtli bo'lsin. Endi har kim ham peshonasiga yozilganini ko'radi-da. Keldik. Men qara u. Shumi o'zi? Ha, mana aka. To'g'ri keldik aka. Taqillat. Qatana taqillat, Men o'zim qarayman. Sizlar ovqatinglarni ichinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kenayi. Va alaykum Yaxshimisiz? Kelin poshi yaxshimisiz? Salomatmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchaman, salomatgina. Yaxshi yuribsizlarmi? Rahmat, Jiyanlar Xudoga katta shukr. bo'lishyaptimi? Xudoga shukr. Salomatgina, charchamasdan. Rahmat. Azizjon akam uydamilar? Aziz akam yo'q edilar. Qayerdalar? Safarga ketganlar, Farg'ona taraflarga. Rostdanmi? Voy. Men sizga yolg'on gapirarmidim? Shaharliklar pishiq bo'ladi. Mehmon qilishdan qochib, erim uyda yo'q edilar deyishdan ham tap tortmaydi. Sekinroq gapiring aka. Uyat bo'ladi. Agar menga ishonmasangiz, o'zingiz kirib ko'ra qoling. Marhamat, kiringlar. Yo'q, kenayi, gap unda emas. Gap shundaki, bir paytlar Aziz aka bilan akam institutga kirish uchun bir yotoqxonada turishgan. 3 oy. Ha. Zamoni Zayli bilan Aziz akamlar o'qishga kirib ketganlar, akamlar qishloqqa qaytganlar. Shunaqami? Unday bo'lsa, marhamat, uyga kiringlar. Kiringlar, kiraveringlar. Xush kelibsizlar. Rahmat. Qani, yur. Bahodir aka, qiziq ekansiz-ku aka. Erkagi yo'q uyda nima qilamiz? O menga qara. Ha, eri bo'lmasa uyda, ha o'g'li bordir. Qo'ysangizchi aka. Kelin poshsha. O, kelin. Labbay. O'g'lingiz bormi? Ha, Xudoga shukr. 10 yoshli o'g'ilchamiz bor. Ana, yur. Sizni bilmadim-ku, lekin men ketaman. Menga qara, shoshma o, to'xta. Nima? Azizjon, biz tomonga borganda mehmon qildingmi? Oshimizni yegan, arag'imizni ichgan. Eshingdami qanaqa zo'r ziyofat qilib berganmiz, ha? Ha, bir kecha uyda yotsak yotibmiz-da, nima? Qarz bo'lib qolarmidi? Ichkariga kirib gaplasha qolinglar. Kiringlar, kiraveringlar. Axir Aziz akam ziyofatinglarni yegan ekanlar-yu. Kechirasiz kenayi. Men baribir ketaman. Bularni hammasi bir go'r. Bizni ziyofatlarni yeb, aka, qop-qop va'da qilganni uchtasini uyga bordik. Hammasini ham eri uyda yo'q. Bular kelishib olganmi nima bola? Akajon, Ozib-yozib shaharga bir ish bilan kelsangu, kutib oladigan mard erkakning o'zi yo'q. Bo'ldi, ketdik. Yur. Yur. Zahringiz sochmasangiz-chi Bahodir aka. Kenayi, ming bora uzr. To'xtanglar. Ashraf opa, siz bolalarimga qarab o'tirib turing. Yori. Mehmonlar kelib qolishdi. Yotadigan joylari yo'q ekan. Ularni mehmonxonaga joylashtirib kelay. Yori. Erlarmi? Ha, erkak kishilar. Erlar bo'lsa o'rin tabirlar hali. Burshilmi? Oyi, men ham boraman. Mayli, yur. Menga hamroh bo'lasan. Voy, oyi, qiziqmisiz? Erkak kishilar-yu ovora bo'lib nima qilasiz? Ketishib qoldi-yu. Endi qizim, yemoqni qusmog'i bor degan gap bor. Dadang ularni ziyofatlarini ko'p yegan ekanlar. Hozir shu muammoni hal qilmasak, dadangni obro'lariga to'g'ri kelmaydigan ish bo'ladi. Sizlar yaxshi o'tirib turinglar. Biz tez qaytamiz. Kichiklarda qiziq. Ishirdim, oshatdim deb kelaberarlar. Orsang berma. Ay Alloh, osha. Yur o'g'lim. Bahodir aka, endi qayerga boramiz? Qayerga ham borardik? Hamma boradigan mehmonxonaga boramiz-da. To'xtanglar. Shoshmay turinglar. Shoshmanglar, iltimos. Hali biz uydan hech kim norozi bo'lib ketmagan.
Kenay, siz ovora bo'lmang, biz o'zimiz ketamiz. Ha, kelin poshsha, ovora bo'lmang. Shu mahalda qayoqqa ham borardinglar? Qayoqqa borardik? 4 tomonimiz qibla. Bahodir aka, xafa bo'lmang-ku, lekin siz bilan kelgan men ahmoqman. O'chara. Boring-a. Kelin poshsha, xafa bo'lmang. Ha, bu shahardan qishloqqa borsanglar, uyimizni to'rini bo'shatib qo'yamiz. Qo'ylar so'yamiz. Ha, jonimizdan bo'lay hamma narsani muhayyo qilamiz. Ha, onda sonda mana bunaqa bir kesak, mana bunaqa ahvol ha otamga alam qiladi. Bahodir aka, qo'ying aka, ketaylik. Shoshmay turinglar. Shoshmanglar. Kelinglar mehmonlar, o'tiringlar. Ana nima qilib turibsan? Yur. Opajon, mehmonlar juda ham uzoqdan kelishgan. Boradigan joylari yo'q ekan. Balki biror iloji topilib qolar. Yo'q, joy yo'q. Opajon, hozir vaqt allamahal bo'lib qoldi. Qarab ko'ring. Balki bitta yarimta bo'sh xona topilib qolar. Iltimos sizdan. Hozir. Ha, bitta xona bo'sh ekan. Pasportlarini bering. Pasportinglarni beringlar. Ber. Mana pasport Kenay. Mana pasport. Nech kun turishadi? Uzog'i bilan 3 kun. Ha, 3 kun ekan. 3 kun? Ha. Qancha bo'ladi? 60 ming so'm bo'ladi. Qancha? 60 ming so'm. Kelin poshsha, menga qarang, odam uyaltirmang. Yo'q, men o'zim to'layman. Ha, bizni kim deb o'ylayapsiz? Odam uyaltirmang, bo'l chiqar. Hozir. Bizni unaqa xijolat qilmang, kelin poshsha. Rahmat. Mana opa. O 7-xona, 2-qavat o'ng tarafda. Rahmat. Sizga ham Rahmat sizga. Arzimaydi. Katta rahmat. Odamni xijolat qildingiz-da, kelin poshsha. Yo'q. Uzr. Hech qisi yo'q. Dadasi kelsalar aytaman, kelib uchrashib ketadilar. Birga uyga o'tinglar. O'zim qo'l bola palov qilib beraman. Kenay, uzr. Bugun sizni ham rosa ovora qilib qo'ydik. Yo'q, oborasi bor ekan. Ayb o'zimizda albatta. Sizlarga aytmasdan keldik. Shahar bilan qishloqning yo'rig'i boshqachada. Xijolat bo'lmang. Mehmon kutaverib, o'rganib ketganmiz. Ahsanjon. Mayli, sizlar yaxshi dam olinglar. Yana bir bor uzr. Sizlar ham yaxshi dam olinglar. Xo'p. Xayr. 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 Safardan qaytganingizdan beri qovog'ingiz ochilmaydi. Devday erkaklarni yetaklab mehmonxonaga borganingizni hech ham hazm qila olmayapman. Siz obro'yingizni o'ylab, odamgarchilik qilib, tag'in men aybdorman. Eri ziyofatimizni yegan deb ta'na qilib tursa, nima qilishim kerak edi? Ko'rgan do'st dushmanlar nima deydi? Bu yog'ini o'ylamadingizmi? O'sha tili bilan yuradigan odamlaringizni ko'ziga tuproq to'lsin.
Ham xizmat, ham tuhmat deb shuni aytsa kerak. Sizga kim tuhmat qilyapti? Shuncha yil turmush qurib, mendan shunchalik shubhalanmagandingiz. Arzimagan gapga charsillab, lovullab yonmang. Shu arzimagan gapmi? Hammasiga o'zingiz aybdorsiz. Soddasiz. Kim yaxshi gapirsa, ishonib tuzini yeb, manzilingizni berib kelaverasiz. Ta'na qilmagansiz qoluvdingiz. Men soddaman, ishonuvchanman, ko'ngilchanman, hammaga ishonaman. Men odamlarning mansabiga, obro'yiga qarab, foyda orttirish uchun do'st bo'lmayman. Men odam tanlashni bilmayman. Odamni olasi ichida bo'ladi deyshadi. Men uchun odamlarning hammasi boshi dumaloq, keti yapaloq bir odam. O'sha siz hurmat qilayotgan odamlar shirin turmushimizga og'u solishayotganini nahotki tushunmayapsiz? Universitetda falsafadan yaxshi o'qigan shekilli xonim. Juda ham aqlli bo'lib ketyapsiz. Meni so'rab kelgan odamlarga xo'jayinim uyda bor paytida kelinglar deb aytsangiz olam guliston edi. Qurib ketsin hammasi.